Hurmatli yer qa'ri foydalanuvchilari, endilikda yer qa'ridan foydalanish uchun arizani va foydali qazilmani qazib olish hajmi bo'yicha hisobotni masofadan yuborish imkoniga ega bo'lasiz. Qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida inson omilisiz, to'liq elektron tarzda kon geologiya sohasidagi davlat xizmatlaridan foydalanishning yangi geomonitoring axborot tizimi yaratilmoqda. Ushbu tizimdan foydalanish tartibini ko'rib chiqamiz. Avvalo, my.mingeo.uz sayti orqali OneID tizimidan ro'yxatdan o'tasiz. Keyingi qadamda ikki xil moduldan iborat bo'limlar ekranga chiqadi. U yerdan kon geologiya xizmatlari modulini tanlab, asosiy oynaga o'tiladi. Asosiy oynada esa yer qa'ri uchastkasini geologik jihatdan o'rganish uchun ruxsatnoma rasmiylashtirish, yer qa'ri uchastkasidan foydali qazilmalarni kavlab olish uchun ruxsatnoma rasmiylashtirish, qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtirish hamda 5GR hisoboti, ya'ni yer qa'ridan foydalanuvchining foydali qazilmalarini kavlab olgan hajmlari to'g'risidagi xizmatlar chiqadi va kerakli xizmatni tanlaysiz. Keling, endi buyurtma berish tartibiga to'xtalib o'tsak. Bunda siz asosiy oynadagi yer qa'ri uchastkasini geologik jihatdan o'rganish uchun ruxsatnoma rasmiylashtirish moduliga o'tib, obyekt nomi, joylashuv joyi, xomashyo turini tanlaysiz. Keyingi qadamda elektron xaritada kerakli hudud chegarasini belgilab, markazini tanlaysiz va ushbu jarayondan kelib chiqib, hudud bo'sh yoki band ekanligi xaritada avtomatik tarzda aks etadi. Yuqoridagi jarayonlardan so'ng buyurtma shakllanib, ijrosini ta'minlash uchun yer qa'ridan foydalanish markaziga yuboriladi. Markaz tomonidan buyurtma tasdiqlansa, obyekt e-auksion platformasiga joylashtiriladi. Endi 5GR hisoboti arizasini tuzish jarayonining bosqichlarini ko'rib o'tamiz. Asosiy oynada qazib olish bo'limiga o'tib, 5GR hisoboti xizmati tanlanadi. Birinchi qadamda hisobot topshirilayotgan yil va chorak tanlanishi lozim. So'ngra litsenziyaga biriktirilgan obyekt nomini kiritganingizdan so'ng barcha ma'lumotlar tizimda avtomatik tarzda aks etadi. Mark Shaderning stil raqamini kiritishdan iborat. Tizim avtomatik ravishda tashkilot haqidagi ma'lumotlarni chiqaradi. Keyingi bosqichda geodezist shaxsiy identifikatsiya raqamini kiritasiz. O'lchov ishlari olib borilgan o'lchov qurilmasi ro'yxatidan tanlangan o'lchov qurilmasi amaldagi sertifikatini yuklaysiz. Keyin raqamli relyef modeli, CMR, DVG shaklidagi chizmalar, TIFF rasm fayllari va o'lchov qurilmasi ma'lumotlarini yuklaysiz. Uchastkaning topografik xaritasi hamda geologik kesim sxemasini fayl sifatida ilova qilib olasiz. Barcha majburiy maydonlar to'ldirilgandan so'ng keyingi qadamga o'tiladi. Asosiy oynada shakllangan arizaning elektron ko'rinishi hamda fayllar aks etadi. Ariza ma'lumotlari to'g'riligiga amin bo'lganingizdan so'ng buyurtma yuborish tugmasi bosiladi. Yangi tizim vaqtingiz tejalishi, jarayonlardan onlayn tarzda xabardor bo'lib turish, ovoragarchiliklarning oldini olishga, sohada shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.